Bir askar o'zini qo'mondoniga kelib, qo'mondonini fikriga xilof bo'lgan fikrda aytishdan qo'rqmayapti. Ya'ni shundayki, rahbar bo'lgan, xo'jayin bo'lgan odamingizga u aytayotgan fikrga qarshi fikrda aytgani qo'rqasiz. Chunki yo mansabingizni olib tashlaydi, yo bir jazolar yoki qandaydir bir boshqa chorani qo'llaydi. Xo'jayinning fikri noto'g'riligini bilib turgan qo'l ostidagi kishilar ham boyagi jazodan qo'rqib turib fikrini aytishlikka jur'at qilmaydi. Hech qaysi odam har qancha aqlli bo'lsin, har qancha fikr mulohazali bo'lsin, ko'p o'qigan, ko'p bilgan bo'lsin, atrofidagi odamlarning fikriga quloq solishlikdan kattalik qilmaslik kerak. Har qancha bilimdon bo'lsin, har qancha aqlli bo'lsin, hech kim nasihat eshitishlikka kattalik qilmaydi. Hech kim nasihat qilishlikka kichkinalik qilmaydi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ra'yini avval Habbob ibn Munzir odob bilan so'rayapti. Alloh vahiy qilgan bo'lsa, so'zsiz quloq solamiz. Yo agar o'zingizning fikringiz bo'lsa, ya Rasululloh bu noto'g'ri fikr. Undan yaxshiroq fikr bor menda deyapti. Bu rahbar degan odam qo'l ostidagilarning so'ziga, fikriga quloq tuta bilishligi kerak. Ehtimol zo'r fikr chiqayotgandir. Siz o'shini og'zini yopasiz, undan keyingi zo'r fikr egalari ham gapirmaydi. Qo'y dedi, bari olmaydi. Undan ko'ra jim o'tiraveradi dedi, shu bilan rivojlanishlik, o'sishlik bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Habbob ibn Munzir maslahat bergan joyga qo'shinni joylashtirdi, chodir tikildi va hovuz kavlashlikka buyurdi. Chunki ertaga jang bo'ladigan bo'lsa, jang asnosida quduqdan suv olib ichishlikdan ko'ra hovuzdan suv olib ichishlik oson bo'lar edi. Musulmonlar hovuz kavlashdi. Ertasi Badr g'azoti sodir bo'lgan kechada Alloh taolo musulmonlarga bir qancha yengilliklarni yaratib berdi. Birinchisi yomg'ir yog'ishligi. Boyaga aytganimizdek, musulmonlar suv ichishlik uchun hovuz kavlashdi, uni to'ldirib ulgishmadi. Mana shu yoqqan yomg'ir shu suvni to'lishiga sabab bo'ldi va bu yomg'ir musulmonlarga aziyat bermagan, yengil bo'ldi musulmonlarga. Va tog'da narigi tomonda turgan mushriklar ustiga esa qattiq sel qo'ydi. Badr mintaqasidagi qum nihoyatda yurishlikka qiyin bo'lgan qum edi. Bir-ikkinchisiga yopishmas edi. Endi agar bunga yana suv qalin yog'adigan bo'lsa, yana og'irlashib ketadi. Mushriklar tomonga sel qo'ydi. Ertalab jang maydoniga kelganda nihoyatda bir qiylangan, mashaqqat chekkan holatda keldi. Musulmonlar ustiga yengil shunday sebalab o'tdi. Musulmonlar yurishlari oson bo'ldi, qadamlari sobit bo'ldi. Ikkinchi yengillik nuas. Bu haqida Alloh taolo oyat nozil qildi. Nuas bu musulmonlar jangdan oldin rohatlanib olishligi uchun, xotirjam bo'lishligi uchun Alloh taolo bir qattiq uyquni ularga tushirdi. Hammasi uxlashdi. Badr kechasida musulmonlarni uyqusini qo'riqlagan sahoba aytadiki, Badr tuni soqchilik qildim, uxlab qolaverganligimdan qo'limdan qilichim 7 marta tushib ketdi. Ya'ni soqchi shuncha uxlayapti. Endi qolganlarning uyqusini faraz qiling. Imom Qurtubiy mana shu oyatning sharhida shunday aytadiki, bu uyqu musulmonlarga tamomiy jasadlariga orom berdi va ertaga bo'ladigan jangga quvvatlantirdi va ikkinchisi shu uyqu bilan Alloh taolo musulmonlarni ertaga bo'ladigan jangdan qalbidagi xavotirni ko'tardi, qo'rquvni ko'tardi. Demak, jasadlari quvvatli bo'ldi mana shu uyqu bilan, hamda qalblaridan qo'rquv xavotiri ko'tarildi. Alloh shunday deydi. Astagfiru billah. İz yughashikumun nu'asu amanatan minhu va yunazzilu alaykum minas samaa'i ma'a liyutahhirakum bihi va yudhhiba ankum rizza ash-shaytoni va liyarbita ala qulubikum va yusabbita bihi al-aqdam. O'shanda xotirjam bo'lishingiz uchun sizlarni o'z tarafidan uyquga cho'mdirgan va poklab sizlardan shayton vasvasasini ketkazish uchun dillaringizni bir va qadamlaringizni mahkam qilish uchun ustingizga samodan suv, yomg'ir yog'dirgan edi. Demak, qadamlari sobit bo'lishi uchun, qalblari xotirjam bo'lishi uchun Alloh taolo bularga yomg'ir yog'dirdi va uyquni berdi. Bu g'azotni, bu jangni Alloh taolo o'zi tadbir qilyapti, birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Badrga kelib to'xtab bo'lganidan keyin, qo'shin joylashgandan keyin u kishining oldiga ansorlarning sayyidi Sa'd ibn Muoz roziyallohu anhu keldi. Aytdi: "Ya Rasululloh," dedi.
Madinada qolgan birodarlarimiz, ya'ni ansorlar, ular ko'pchiligi chiqmadi. Ular ya'ni karvonni yo'lini to'sgani chiqib ketdi deb chiqishmadi. Agar jang bo'lishini bilganda chiqishar edi. Ya'ni qavmini sayyidiki ko'ring, orqada qolgan birodarlar mana shu ajrdan, Rasulullohning yonida turishlik sharafidan mahrum bo'lib qolganidan joni bir achishib, ularga uzr keltiryapti. Agar jang bo'lishini bilishganda chiqishar edi dedi. Rasululloh, agar rozi bo'lsangiz, qo'shinning orqasiga bir chodir tikib beraylik. Shunda turing. Agar yengsak, bu bizni quvontiradigan narsa. Agar unday bo'lmay qolsa, sizga minishlik uchun o'loqlarni tayyorlab qo'yamiz, Madinaga qaytib borasiz, islom ishi tugab qolmaydi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu maslahatni ham oldi. Alloh tomonidan vahiy bilan quvvatlanib turganiga qaramasdan, barcha ilm hikmatga egasi bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga Qur'on berildi, yana Qur'oncha, yana qo'shimcha ilm berildi degan zot sahobalardan maslahat olishlikka kattalik qilmayapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalari bilan qanday bir yumshoq, halim muomalada bo'ldi. Alloh aytadi: Astagfiru billah, fabima rahmatin minallohi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innalloha yuhibbul mutawakkilin. Ey Muhammad alayhisalom, Alloh tomonidan bo'lgan bir marhamat sababli ularga, ya'ni sahobalaringizga yumshoq so'zli bo'ldingiz. Agar qo'pol, qattiq dil bo'lganingizda edi, albatta atrofingizdan tarqalib ketgan bo'lar edilar. Payg'ambarimiz mana shunday bir halim, yumshoq muomalada bo'lishligi Alloh taoloning sahobalarga bergan marhamati, Alloh taoloning rahmati bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ansorlar tikib bergan chodirga borib o'tirdi. Hamda musulmonlarni shijoatlantirib, ularga bir ko'ngillarni ko'tarishlik uchun, mana Imom Muslim rivoyati, Badr maydonida yurib borar ekan payg'ambarimiz qo'li bilan ishora qilardi. Mana bu falon mushrikni o'lim topadigan joyi. Movi falon mushrikda qatl bo'ladigan nom ko'rsatdi. Mana shu hadisni rivoyat qilayotgan sahoba aytadi, Allohga qasam deydi. Rasululloh kimi atini aytib ko'rsatgan bo'lsa, xuddi ana shu joyda o'limini topdi deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayroqlarni bo'lib berdi. Ali ibn Abi Talibga, ikkinchisini Musab ibn Umayrga. Ibn Qoyyim Javziyda 3 ta bayroq berdi deyilyapti. Birinchisi oq bayroqni Musab ibn Umayrga, 2 ta qora bayroqda bittasini Ali, ikkinchisini Sa'd ibn Muozga bergan deydi. Bu Ibn Qoyyimdan, Zodul Ma'ad kitobidan. Bayroqlar tarqatib berdi, musulmonlar jangga tayyor bo'lishdi. Quraysh musulmonlar tayyor bo'lganda qo'shini bilan keldi, hamda quduqlarda suvlarning yo'qligini ko'rishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu paytda chodirda o'tirib, qo'lini ko'kka ko'tarib, ilhaq bilan, hali hech qaysi kun bunchalik ilhaq bilan duo qilmagan edi payg'ambarimiz. Allohumma anjizli ma wa'adtani. Allohumma in tahlik hadhihi al-isaba min ahli al-islam fala tu'bada fil ardi abada. Parvardigor, menga bergan va'dang. Parvardigoro, ahli islom bo'lgan mana shu jamoat bugun mag'lub bo'lsa, senga hech qachon yer yuzida ibodat qilinmaydi. Ya'ni bugun mana shu 314 ta sahoba mag'lub bo'lib, musulmonlar yengilsa, senga biror ibodat qilmay qo'yadi. Islom mag'lub bo'ladi dedi. Ilhaq bilan Robbisiga shunday qattiq duo qilaverganini ko'rib, chodirda oldida Abu Bakr Siddiq turardi payg'ambarimiz. Ya Rasululloh, duoingizni yengilroq qiling, Allohga qasam, sizni hargiz xor qilmaydi dedi. Albatta ijobat qiladi duoingizni dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jangga shay turgan qo'shinini ko'zdan kechirib, ularda hammasini bir tekis saf tortib turishini buyurdi. Odatda arablar jangga kirsa, u paytda qo'shinni 5 ga bo'lar edi. Hammasal jaysh deydi. Oldingi qism, ortki qism, o'ng, chop qanot va o'rta. 5 ga bo'lmadi payg'ambarimiz, hammasini bir saf qilib terib qo'ydi. Shunda bir kichkina bir hodisa yuz berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir tekis turgan safni kuzatib boryapti. Savod ibn G'oziy ismli kishi sal safdan oldinroq chiqib olgan edi. Shu kishi sababli qo'shin qiyshiq turibdi safi. Saf tekizmas. Yana u kishini yana qorni ham bor edi, yana ham oldinroq chiqib turibdi qonni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keldilarda, qo'lidagi tayoq bilan saf tekis qiling deb qonniga kaltak tegizib qo'ydi. Shunda Savod ibn G'oziy, "Ya Rasululloh, jonim og'ritdingiz" dedi.